Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Ana bugun biz kecha boshlagan obyektimizni podgotovkasini tugatdik. Bu yer bo'ldi. Gazonimiz biroz oshib qolishi hisobidan mana bu yerga ham biroz joy taxlab qo'ydik. Hali bu tomonlar ham bo'ladi. Ertaga biroz oshiqcha zakaz qilganimiz uchun shu yerga joy taxlab qo'ydik. Kecha ko'rsatganim shu obyektimiz. Podgotovkasi 100% bo'ldi. Ertaga xudo xohlasa gazon ekkandan keyin yana qo'yib boramiz proseslarni.